Luqmon Bo'rixon. Quyosh hali botmagan. Luqmon Bo'rixon o'quvchilarga ko'proq qissa-nafis sifatida tanilgan yozuvchi. Uning qalamiga mansub Xizr ko'rgan yigit, Qidiruvdagi qiz, Sirli muallim, Bir tomchi yosh singari qissalari o'tkir syujeti, betakror insoniy taqdirlari aks ettirilganligi, tilning jozibadorligi, tasvirning samimiyati, eng muhimi qahramonlar ruhiyatining tof o'zbekcha ifodalangani bilan kitobxonlarni o'ziga rom etadi. Quyosh hali botmagan qissasidagi tasvir shu qadar jonli va yuqumliki, o'quvchi beixtiyor o'zini qahramonlar aks ettirilayotgan vaziyatga tushib qolganday, ular bir-biriga yashayotganday his qiladi. Qissada bir-biriga ham do'st, ham raqib bo'lmish ikki o'spirin yigitning g'oyat o'xshash va ayni vaqtda o'ta farqli shaxsiyatiga xos jihatlar juda nozik aks ettiriladi. Qissaning tili g'oyat ta'sirli va shirali ekanki, e'tiborni tortadi. Yozuvchining qo'lingizdagi kitobdan o'rin olgan qissa va hikoyalar sizni g'aroyib, taqdirli, ruhiyat dunyosi xilma-xil tirik odamlar bilan uchrashtirib, ularning dardu quvonchlari, fikru o'ylari bilan oshno qiladi. Bu timsollar bilan uchrashuv hamda ularning o'ziga xos taqdir yo'li bilan tanishuv shubha yo'qki, o'quvchi ruhiy olamida tozarish yuz berishiga xizmat qiladi.